Savol bor. Kofirlar ham bu dunyoda ko'zlagan maqsadiga yetyapti. Ularga ham ilhom berilyapti. Ular ham ko'zlagan maqsadiga yetishyapti. Ularniki ham tavfiqmi? Yo boshqa narsami? Qarasangiz, ayni tavfiq, chunki bular ham ko'zlagan maqsadiga yetyapti. Kofirlarni mana shu dunyo maydonida qo'lga kiritayotgan yutuqlarini ham tavfiq desak bo'ladimi? Ya'ni qarasangiz, dunyoda hamma xayriyati bor ularning qo'lida. Dunyo xayriyatlardan foydalanishida ular hammadan peshqadam. Boyligi bor, sog'ligi bor, mansabi bor, quvvati bor, boshqa shunaqa ne'matlari bor. Ular ham tavfiqmi? Yo'q. Biz nazarda tutayotgan tavfiq bu emas. Chunki dunyo maydonidagi muvaffaqiyat boylik bo'ladimi, mansab bo'ladimi, shuhrat bo'ladimi, aql bo'ladimi, tadbir bo'ladimi? Bular Allohning taqdiri bilan sodir bo'laveradi. Ya'ni Alloh taolo ana shu kofirni, Alloh azza va jalla ana shu kofirni boy qilishni taqdir qilgan, boy bo'laveradi. Ammo biz aytayotgan tavfiq bunaqa emas. Alloh odil zot. Dunyo maydonida muvaffaqiyatga erishishlik uchun qanday sabablarni qilish kerak? Kim shu sabablarni qilsa, Alloh uni muvaffaqiyatga yetkazaveradi. Iymoni bormi, yo'qmi farqi yo'q. Dunyo maydonida qo'lga kiritiladigan muvaffaqiyatni qanaqa sababini qilishingiz kerak? Shu sababni qilsangiz, beraveradi. Biz aytayotgan tavfiq Allohning roziligiga olib boradigan, ikki dunyoning saodatiga sabab bo'ladigan ishlarga yetishlik tavfiq bo'ladi. Demak, dunyo maydonida kofirlarning qo'liga kelayotgan xayriyatlar tavfiq deyilmaydi. Men namoz o'qimasam ishlarim zo'r ketyapti deydi-yu. Eshitamiz-da shunaqaga. Mana sen namoz deysan, taqvo deysan, namoz o'qimasam ham, taqvodor bo'lmasam ham beryapti menga desa aytamiz, bu taqdir bu. Chunki sen qilayotgan ishni men ham qilyapman, menga bermayapti. Demak, taqdir bu. Allohni tanish, uning buyruq va qaytarg'ilarini bilish va ana shu buyruq qaytarg'ilarga amal qilishlik haqiqiy tavfiq bo'ladi. To'g'ri-da. Mana haligi Steve Jobs o'lib ketdi. Apple kompaniyasining asoschisi 8 milliard dollar qoldirib. O'sha yashayotgan paytda muvaffaqiyatning ramzi bo'lib qoldi. Steve Jobs desa bu muvaffaqiyatning simvoli bo'lib qoldi, ramzi bo'lib qoldi. Hamma havas qildi, dedi. Mana haqiqiy tavfiq topgan odam dedi. 56 yoshida oshqozon ostida bezini raka bilan ketaverdi. Endi quruq ketdi u yoqqa. Tavfiqmi bu? Tavfiq Allohni rozi qiladigan amallarga muvaffaq bo'lish. Allohni rozi qiladigan ishlarni qilishlikka yo'l ochilishi biz aytayotgan tavfiq bo'ladi. Bandani ikki dunyoda ham saodatli qiladigan tavfiq bu taqvo va solih amallarga bo'lgan tavfiq. Nima uchun kofirlarga berilgan mana shu dunyo matohi tavfiq deyilmaydi? Chunki Alloh taolo bu dunyo matohini musulmonga ham, kofirga nima qiladi? Beraveradi. Sababini qilsa beraveradi. Dalil: Astagfirullah. Kullan numiddu haula'i va haula'i min ata'i robbik va ma kana ata'u robbika mahzura. Ey Muhammad alayhisalom dedi Alloh taolo Qur'onda. Bu dunyoda odamlarning barchalariga, hammalariga, mana bu mo'minlarga ham, onovi kofirlarga ham Parvardigoringizning ne'matidan ato eturmiz. Parvardigoringizning ne'mati hech kimdan man qilinmas. Dunyo maydonida beraveradi hammaga. Endi o'ylab ko'ring, agar dunyo maydonida faqat mo'minlarga ne'matlar berilsa, kofirlarga hech narsa berilmasa, unda nari kofirlar ham o'sha ne'mat uchun mo'min bo'lib ketardi-da. O'shuning uchun, ey bandalarim deydi Alloh taolo, berganim mukofot emas. Bermaganim jazo emas. Berganim
sinov, bermaganim shifo. O'shuning uchun bir odamni ikkinchi odamdan qadr qiymatini belgilayotganda musulmonlar boyligini birinchi o'ringa qo'ymaydi. Iymoni, amali, taqvosi, solih amallariga qarab turib, bizdan balandroq bo'lsa, demak shu odam Allohga yaqinroq, bizdan yaxshi deymiz. Garchi kambag'al bo'lsa ham. Lekin biz odamlarda, aksariyatda hozirgi odamlarning ko'pchiligini kallasida Xudoga yoqqan joyi borki, zuvolasini kofirlarni bu dunyoda qo'lga kiritayotgan boyligi, sog'ligi, mansabi, peshqadamliklari nima ekan? Allohning taqdiri ekan. Bu dunyo matohini Alloh mo'minga ham, kofirga ham beraverar ekan. Tavfiq emas ekan bu. Balki istidroj bo'ladi, birodarlar. Kofirlarni bu dunyodagi muvaffaqiyati tavfiq emas. Taqdir, Allohning taqdiri yoki istidroj bo'lishi mumkin. Har qancha gunoh, ma'siyat, fisq, fujurga kirsa ham Alloh taolo kasal ham qilmaydi, kambag'al ham qilmaydi, qo'liga beraveradi, haddidan oshib mana biz deganda Alloh taolo ko'tarib yerga chopadi. O'shuning uchun g'arbda, sharqda, dunyo maydonida, dunyoning mol mulkida siz bilan o'zidan o'tib ketganligi bizni nima qilmasin? Aldab qo'ymasin. Chunki bu dunyodagi berishlik, bermaslik hech narsani hal qilmaydi. Ha, musulmon odam boy bo'lgani yaxshi, kambag'al bo'lmagani yaxshi. Boylikni Allohdan so'rash kerak, kambag'al bo'lishidan panoh tilash kerak. Lekin shu so'ragan duolaringizdan keyin Alloh qanaqa kun berayotgan bo'lsa, rozi bo'lishingiz kerak. Ana shu rozi bo'layotganingiz ham tavfiq. Ey Xudo, men senga nima yozuvdim? Bir musibat kelsa. Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim uchun? Bora shunaqa gaplar. Demak, Alloh shu o'zi bergan kunga rozi bo'lmayotganligi, demak Alloh unga tavfiq bermaganligi, rozi bo'lishlikka yo'l ochmaganligini belgisi. Eskilarda so'kishi bo'ladi, deb betofiq deb qo'yadi. Eshitganmisizlar baramata shu? Betofiq deydi. Endi tushundinglar nimaligini? Betofiq degani Alloh uni o'zini holiga tashlab qo'ygan odam. Allohning hisobidan chiqib ketgan odam, tugagan odam degani bu. Betofiq deydi. Birodarlar, agar Allohning tavfiqi bo'lmasa, tupurgingizni yuta olmaysiz. Borda shunaqa boy akalarimiz. Undan ko'ra puli ozroq bo'lgan odamlar qilayotgan sarf-xarajatni, xayr-ehsonni yarmini ham qila olmaydi. Nimaga? Nima yo'q? Endi tavfiqni qo'lga kiritishimiz uchun bizga nima kerak? Bizga solih amal kerak. Alhamdulillahi robbil alamin, musulmon bo'ldik. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb musulmon bo'ldik. Endi ana shu tavfiq bizda doim bo'lishi uchun, o'sha tavfiq bizda ziyoda bo'lishi uchun nima kerak bizga? Solih amal kerak. Astagfirullah.